Ahli Gurpa Usta Ibrahim bobomdan 88 yoshida mana shu kuydi. Nima kuy bu? Bunu kuyunun nimasi ham yo'q. Okuyam yo'q. Ay shu usta bobomning kuyi ekan endi. Shu do'mbira jo'nish. Biranta Ha. çekmedi şu mavzumun. Biran boshim nacher tag'in. Ha bunga do'mbira jo'nish deb bir kuyga nom qo'yamiz endi bo'lmasa. O'zim kashf qildim. Ha, shu Usta Ibrahim bobomdan 88 yoshda mana shu kuyni eshityapmiz. Ag'ayinlar uzundamiz bugun. Mana Usta Ibrahim bobomning xonadonida bugun mana shu kitobni o'qib, Qodir Baxshi Rahimov ustozimiz buyuk baxshi bobodan gurung qilib shu kishini so'rayapmiz. Bobo endi bu Qodir Baxshi ustozimiz endi baxshilarning eng sardori ustoz desak ham bo'ladi. Qodir Baxshini mubolag'a bo'lmay shunday desak ham. Bu Qodir Baxshi bilan ko'p gurunglarda bo'lgansiz, ha? Ha, ko'p bo'lmam. Ko'p gurunglarda eshitgansiz. Endi bu Qodir Baxshidan bir ikkita gurung bering qani shu yerlarda yurganlaringizni, birga bo'lganlaringizni, shu qo'shiqlarni eshitganini o'zingiz bir ta'rifingizni. Qodir Baxshining davrasida bir 3-4 ta davrasida bo'lmam. Guruh qavmlar o'zim bilan o'tirib qo'shiqni to'xtatib damagan vaqtlarida. Hozirgi baxshilardan Qodir Baxshining bir 3 ta farklı tomoni bor edi. Hozirgi baxshilarda bir xizmat uchun aytsangiz darrov dagovor qilamiz deb necha pul berasiz? Baxshilar. Qodir Baxshida bu xislat yo'q edi. Bitta baxshilardan farklı tomoni birinchisi shu. Shu kishi edi, shunday. Şu men aytib so'raganingiz bilan aytmasaydiki, men shuncha berasan. Nima ko'ngildan chiqsa shu deb kelib ketkichi eding. Ikkinchi ustunlik tomoni benim palani joyda zakatim bor, reglamat belgilamasaydi men shuncha soat aytaman, shuni shunchasi. Sutkasi bilan o'tirib o'tiradi. Ta haligi to'y egasi, xizmatni egasi bo'ldi deguncha u to'xtamasaydi. Og'ib yotkichi doirada eding. Bu ikkinchi tomoni. Ana shunday yekta 3 ta ustunlik tomoni bor edi hozirgi baxshilardan. Hozirgi baxshilardan nima qilsangiz birinchidan men soat shunchadan shuncha ochiq aytaman deydi. Bir xili bor, oqshomi keladi-da, kechasi ham 1-2 soat, 1 soat aytadi. Ba'zi birovlar to'y qachon paloni kun, shu kun ertamdan boraman deydi. Naroshiga yetib boraman deydi. Saat 8'da, 7'de başlayan olsa 3 saat. Özü 9'dan başlar, o yerler kep başlar. Şundan to'xtaydi başladı. Fazla jengilib qoldi bu taraf. Bu taraflar. Keyin shu endi Qodir Baxshini termalarini, dostonlarini eshitib yig'laganmiz degan bolalarni, momalarimizni eshitganmiz-da, yig'lagich edik deydi. Şu gaplarga ham siz ham qo'shilgansizmi? Shu bir ta'sirlangan joylaringiz bo'lganmi eshitgan? Men bu gapga qo'shilmayman. Bu gapga qo'shilmasligim sababi shundayki, paloni joyga, paloni qishloqqa bir paloni boshi kelibdi. Yur borib bir yig'lab kelaylik deb hech kim bormaydi bu yerga. O yig'latgan boshini yaxshi boshchiga qo'shmayman. Chunki palon yerga boshi kelibdi, to'yga palon to'y qilayotgan ekan, boshi kelgan ekan, borib bir kayfimizni xushlab eshitib kelaylik. Eshitib kelaylik deb keladi. Hech kim yig'lash uchun bormaydi. Yo, endi shu masalan shunday voqealarda, bunday termalarda, dostonlarda aytganda shunday voqealar bo'lganda baribir. Shunday deb eshitganmiz-da endi. Endi boshi to'g'ri baynag'ida qiynalgan, biraz sog'irlikdan odam bo'lgan, qiynalib katta bo'lganlar bo'lsa, ko'ngli buzilib shu kunlari o'zining o'tmishi esiga tushib, qo'lqosi bo'shab yig'lashi mumkin.
Lekin boshi kayfiyatni ham ko'tarish kerak. Joyiga Ko'tarish kelganda kerak, ha? Shunday odamlarni kuldirib, sho'xlab, haligi oraga o'zi qo'shimcha qilib qo'shib, shularni Xalqda bir ko'nglini ko'tar, ruhini ko'tarish kerak. Ha, yaxshi. bir vaqtda rahmatli Abdunazar Payanov qishloqqa to'yga keldi. Ha. Bizni uyda kelib yotar edi, kecha shu atrofga to'yga kelsa, to'yxonada odam damab bo'lmaydi, yarim kechadan to'ra keladi ularda. Ha. Savobsizlikka boramiz deydi. Shunda asan ta yotquncha qo'shiq aytar edi, odamlar qo'ni qo'shib bo'ladi, bir 10-15 odam bo'ladi. Ha. Ben aytdim, men aytdim, boshqa boynağı Alpamış'ın çak baştan qaragan joyini aytib bering deganimda Ha. kuldi Abdunazar Payan. Ha. Bunu dedi, aytaman ham aytmayman ham demadi, bilaman bilmayman ham demadi. Lekin bu dedi dostonda o'zi yo'q dedi bu yere dedi. Ha. Bunu Şoberdagi shu yerga kiritib qo'shib ketgan dedi. Chak boshidan qaraganda. Baştan qaragan. Ha, ana. Lekin men yaqinda bir 3-4 yil bo'ldi Alpamış dastanının fazla yolda şu variantini evvelen okuyan edim, okuvchilik davrlarimda ham Ha. o'qib chiqmadim. Shunda bor yo'qligiga e'tibor qilmabman. Lekin Alpamış dastanini kim aytgan bo'lsa, qaysi boshchi aytgan bo'lsa, eng yaxshi varianti deb Fazil Yo'ldosh o'g'lining varianti tanlangan. Tanlangan, ha? Ha. Hamid Olimjon shunga nima yozgan ekan, xulosa yozgan ekan. Ha. Yaxshi variant deb. Ha, endi usta bobo, yana endi do'mbira yasashni menga ham o'rgatgansiz. Do'mbirani siz endi shu do'mbirani jo'nishding, do'mbirani cholishding, nog'ma sirlari, mayli shu jo'nishdi nima deysiz? Bu har xil do'mbiralar bor. Mana hozir ko'rib turibmiz. Bu yerda katta do'mbiralar ham bor, kichkina do'mbiralar ham bor. Do'mbirani nima deydi? Cholgan odam qanday bir anov do'mbirani endi shu sizdan kelib chiqishini so'raylik. Keling shu do'mbirani shu birinchi cholinishi shu aytilgani haqida bir sal muloqot berib bersangiz agar shu birinchi yasalishi, mayli keling shu yasalishi bo'yicha bir gapirib bering qani. Endi do'mbira bu O'zbek xalqining, umuman musulmon xalqining eng birinchi cholg'u asboblaridan bittasi hisoblanadi. Sozi deng. Sozi. Ha. Cholg'u sozi. Boshqa do'mbira chalingan, do'mbira barpo etilgan vaqtda boshqa birorta soz bo'lmagan. Ha. Buna doira childirma, chonqoz degan narsalar ham keyin tashkillashgan bular. Bunun tarixini so'rasangiz taxminan 6000 yillarga borib taqaladi. 6000 yillarga. 6000 yillar. Ha. Cho'pon ota buni yasab o'tirgan. Ana do'mbirani. Ha, zerikkanidan qo'yni yotqirib taylib dam olib o'tirganda qandaydir bir qo'liga biron yerdan yog'och tushib qoladi, shu yog'ochni jo'nib o'tiradi. Keyin shu orada shayton o'tib qoladi shu tarafdan, shappatdan. Dahmarda deydi, nima qilyapsan deydi. Ha. Do'mbira jo'nayapman deydi. Ha. Chiqmaydi do'mbiram deydi. Ha. Boshqa javob bo'lmaydi, o'tib ketadi shundan. Aha. Arasan do'mbirani jo'nib taq qilib taram tag'adi, hamma quloq ana qoqmoqlarini qo'yib taxlagandan keyin urib ko'radiki chiqmaydi. Ovozi. Ovozi. Ha. Chiqmaydi, bu qayerdan bildi ekan, chiqmaydi debedi shayton. Shuni nima qilsam ekan deb o'ylanib qo'yib do'mbiradan ham ko'ngli qolib o'tirsa shayton yana iziga qaytib o'tadi. Aha. Shuni tamom qildingmi, tugatdingmi? Tugatdim. Chiqdimi ovozi deydi. Ha. Chiqdi deydi. Ha. Ha, yeshak qo'yibsan deydi. Ha. Shu bilan anaga mana yeshakni qopqoqqa qo'yadi shu shaytonning gapi. Ha. Sen chertib ko'rsaki keyin ovoz chiqadi. Ha. Do'mbiraning endi shu do'mbiraning kelib chiqish nimasi shundan ba'zi bir davralarda bizlar bachcha edik.
Şu dombra hamma bor. Keyin biri buna ovqat taom qo'yish oldidan dombrani ushlagan bo'lsa, bu safga katta odamlar aytar edi. Boray, sen qo'lingni yuvib kel. Ammo qo'lim toza chiqqanim yo'q, yurganim yo'q. Dombrani ushladim, dombrani shayton chiqargan buni. Deydi. Degan gaplarni eshitganmiz qulog'imda. Yoshliqda deng. Ko'rganmiz, Aha. Odamlar noto'g'ri topadi, shayton faqat mana shu eshagiga hissa qo'shib ketgan. Endi buni asli Cho'pon ota Cho'pon ota yasadi. Cho'pon otadan qolgan endi sozda bizga endi bu. Albatta. Ha. Endi ondan keyin asta-asta shu bunday bo'lgan takomillashib borib ondan keyin boshlar paydo bo'lgan. Haligi quru baqirib aytib yurgan bo'lsa, boyagi dombrani muzika qilib shuni buni aytib, ana shunday qilib boshlar vujudga kelib qolgan. Endi yana sizga bir savol beraman-da bu. Shu bizning o'zimizning Qo'ng'irot urug'ida ko'proq shu dombraga qiziqamiz-da. Qo'ng'irot urug'ida shu otqa ham endi mayli u otga endi o'zimizning anada shu dombra sozi ko'proq qo'ng'irotlarda, o'zimiz Qo'ng'irot urug'ida cholinadi. Buning sababi nima deysiz? Nimada buning anavsi? Endi boshqa cholg'u asboblari bo'lmaganligi uchun aytdik-ku. Ha, birinchi dombra. Birinchi muzika asbobi shu Dombra. Dombra bo'lgan. Shuning uchun bu ta'minlab qolgan ko'p uylarda bo'lgan. Davrlarda keyin azim baynog'ini chertib odamlar tinglagan. Tushundim. Shuning uchun boshqa eshitgan yo'q uylarda, yo'q xonadonlardagilar ham iloji bo'lsa uni topib olish ko'p kishida saqlangan bu uyda. Ha, shu davrlardan kelyapting. Hozir endi buning ana dutor var. Ha. Robot var. Tar var. O'zimizning milliy nimalar. Cholg'u asboblaridan. Cholg'u asboblaridan. Bularning ovozi bir xil hammasiniki. Hammasiniki. 10 ta dutor bo'lsa, 10niki ham qanday bo'lmasa farqlanmaydi bir-biridan. Lekin bu dombrada har xil. Hamma dombrani har xil deng. Chiqmaydi. Sababi nima bunga? Sababi shuki, bunda bir xil shaklda, bir xil razmerda yo'linmaydi. Birov kattani xohlaydi, birov kichikni xohlaydi. Katta kichik bo'lganligi uchun bularning ovozi har xil. Keyin bunda nota yo'q deng. Nota yo'q. Nota yopiq. Yopiq nota. Endi bu yurakdan chiqadi-da. Bor lekin bundagi nota yashirin nota buni yurakda saqlaydi odam, ondan keyin qo'l topadi notasini. Odamning o'zi dili bilan, yuragi bilan saqlaydi. Mana endi yuragimning jo'ri bo'lgan dombram degan kitobning ustida mana siz bilan suhbatlashdik. Mana shu bir chertaxon odam dombrani chertayapti, kuy yoqimli, lekin buni chertalmaydi haligi boshqa birov. Boshqa birov chertalmaydi. Chertalmaydi. Lekin shuni chertishga harakat qiladi. Agar shu kuyning ohangi yurakda saqlanib qolsa, yurak ushlasa, asta-asta qo'l bilan tovib oladi buni. O'zi? Endi bu dombrani o'rganishning ikki nimasi bor-da, ikki turi bor. Birinchi turi shu yurakda saqlanib qoladi bayna ohangi. Bu tezroq o'rganadi. Ikkinchi turi chertayotgan odamning bilan parallel o'tirib o'rganuvchi shuni qo'lga qarab chertishdan qarab bu ham chertaveradi, shunday ikki o'rganish usuli bor bunda. Ikki o'rgan. Men o'qituvchi ishlardim. Bolalar qolgandan keyin shu bolalarni borib nima sababdan qoldi, sababini bilish kerak. Haligi uzoq qishloqlardan qolmaydi bu. Borib uchrashish kerak ota-onasi bilan, xonadoni bilan. Borib uchrashgan vaqtimda shu bobolar, chollar yotar edi soyada, tomning uyning soyasida, oldida dombrasi turar edi. Doim ham radiosi turar edi oldida.
Halasa radyanı koyup koşuyor ederdi. Halasa bana dombrağı alıp çekerdi. Şu dombrağı kızıkırıydım da ben aytım ben boğa çektim dombrağı bilmeden çektik verindir. Ha. Sorasam çekerdi şu çetken kuyunu ben gelip dombrağı çekerdim ki. Ha. Şu günün özünde bana kuy kalar edim bir yakta. Yüreğimde kalır edi deyin. Ha. Mana endi bu yerda Boborayim baxshi. Bu endi siz bilan Boborayim baxshi sizdan kichkina bo'lgan-a? Babayım başı kiçeleyemedi, kattayemedi. Sizdan. Kattaligi 36. yıl o'tgan bu dokumentda armiyadan qochib. Ha. Armiyaga bormaslik uchun Ha. katta qilib oshirib bergan. Ha. O'zi kichkina edi. Endi siz bu Boborayim baxshi bilan juda baxshi bobo bilan juda ko'p yurgansiz-da. Babayım başı bilan bir maktabda o'qiganmiz. Maktabda ana. Ha, maktabda o'qiganmiz birga. Ha. Bir joydan odamni qishlog'imiz bo'lak orasi 1 kilometr, 1 kilometr shunday. Ha. Atrofda edi, bular past sinfda o'qiydi, biz yuqori sinfda o'qiymiz. Ondan keyin bular har yoqqa tarqalib ketdik. Alaksin gardishimdan keyin Boborayim boshchi bo'lib ketdi. Ha. Manda Milisa ham bo'lib ishladim, milisani mashinani ham haydadi, shofir ham bo'ldi. ha. Boborayim boshchi. Keyin haligi bir vazik mashina o'xshaydi, haligi vazikka o'xshagan artistlarni olib yuradigan bo'ldi, san'atkorlarni to'y. Ha. Ana sho'ytib boshchilikqa o'tib ketdik. Endi bu hozir siz baxshilarning hozir hammasini taniysiz. Endi bu yerda kitobni ochaversak, hamma baxshi sizni taniydi, siz hammasini taniysiz. Endi mana bu yerda baxshilar bo'lsa ko'p. Mana Shoberdi baxshini endi Shoberdi baxshini tanimagan inson yo'q. Bir kishini endi hamma taniydi. Bu Shoberdi baxshi bilan ham ko'p to'ylarda birga bo'lgan bo'lsalaringiz kerak. Shoberdi baxshi bilan bir to'yda bo'ldik birga. Ha. Bu kishining endi soz chalishi, aytishi haqida bir ozroqani gapirib bering qani. Endi Shoberdi baxshidan boshchilik tarixida bir ikkita, uchta xizmati hiç unutulmaz. Ha. Biri O'zbekiston xalq boshchisi unvonining sababchisi Shoberdi baxshi. Birinchi shu kishi olganda, to'g'rimi? Karim bu og'zaki berib yuraverdi. O'zbekiston xalq boshchisi unvonini berdim men Shoberdi baxshi. Ha. Nimaga tashkil qilmagansizlar buni? Ondan keyin olsam bu boshqalari shundan asos solingan, asosi boshlangani Shoberdi baxshi. Ha. Buna asos soldi. Xalq boshchisi unvoniga. Ha. Ondan keyin Mustaqillikdan keyin deng. Shoberdi baxshining yana bir xizmati boshchilarning joyi ichkari bir tom edi avvaldan. Ha. Bir mush, bir tish bo'lib odamlarning oyoqlari uyib tig'ilib, birxillarning tuzasiga chiqib o'tirar-edimda yengillar odamlar. Tomosha qilish uchun. Uyda aytar edi. Ha. Buni maydonga olib chiqqanim Shoberdi baxshi. Ha. Birinchi bunday anavga olib chiqqan inson deng. Ha. Nima deydi? Keyin Sahnaga desak ham bo'la bu qoladi. texnikalashtirib haligi mikrofon qo'yishni ham Shoberdi baxshidan boshlandi. Ha. Do'mbiraga Do'mbiraga mikrofon mikrofon qo'yish. Ha. Mikrofon qo'yib aytish. Ha. Ondan keyin mikrofon bo'lgandan keyin haligi boshini tomdan nimaga Tashqari. olib chiqdi maydonga. Maydonga. Ha, bu hozir kim bo'lsa boshchiman deganning do'mbirasida mikrofon. Mikrofon bor. Ha. Mikrofon. Bu ikinchi xizmati. Hmm. Uchinchi xizmati boshchining ko'payishiga hissa qo'shdi. Ha, Shoberdi. Shoberdi boshchining kamida bir 100lar shogirdi bor. Ha. 100lar shogirdi bor. Shoberdi baxshi chiqib mikrofon bilan chiqib televideniya orqali ko'ringandan keyin yoshlarda qiziqish uyg'onib ketib hamma shunga tashlab ketdi. Keyin
Şaverdi başının özüge ustazı borgandan taşkarı bu yakta şu Şaverdi başının o hangımından Şaverdi başının Kuyu menen ne? kuyumından aytatigan özüçe özüm maşık kılıp bir neçte. Bana Dini Okali'nin kolkozda Abdülmurat degen başçı var. Ha. Şu Toyakele'ye soradım ustadın kimdi? Ustadım dedi İsmail Khan dedi. Ha, yeşen bu. Ha, İsmail Khan dedi birinci dedi barışım Şaverdi başına vardım dedi. Ha. Şaverdi başına var bedim de çektirip gördü dedi. Ayttırıp gördü. Ha. Ondan keyin ayttı dedi sen gözü toyar ekensen. Ha. Ustad senin ağzına çeynep samaydı. Ustad yol yoruk görsetmedi. Ha. Tınmay aytıverdi dedi. Ha. Aytıver ondan keyin yol juda ustad kerek desen İsmail Khan'a var dep aytdı dedi. Menin şagirdlerim köp men seni ololmayman dedi. Ha. Düşün. Anasam şunu bilan dedi. Men aytdim İsmail Khan olamaz dep soraverdim dedi. Meni aytasan sizge jo'natdi. Baxshi deb oladi deb aytdi dedi. İsmail Khan'ın bilan yurdim dedi, turdum dedi, shundan beri bana haliyam dedi. Endi men ham ro'zg'orli odamman, bola chaqam bor, borib dedi. Postoyanno yurolmayman dedi, o'zim mustaqil yuraman da, har doimda borib Yo'l yurib. kamchiliklarimni so'rab, yo'l yo'riq olib turaman dedi. Mana endi bu yerda Bahram Baxshiga navbat keldi. Bahram Baxshi 1974-yil endi Qadir Baxshining keyingi farzandi bu kishi. Bu Bahram Baxshi haqida nima deysiz? Bahram Baxshi mana endi hozir baxshilarda yaxshi mana ular ko'rsatayotgan inson bu kishi endi. Hozir baxshilarning Qadir Baxshilar, Qadir bu Dehqonobod Qashqadaryo viloyatida Qadir Baxshi. Ha. Surxondaryoda Şaverdi Baxshi, bular afsonaviy baxshi. Bular. Afsonaviy degani takrorlanmas, yana bunyod bo'lmaydi degan. Ha. Endi bularda baxshi yo 100 yillarda bir chiqadi yo chiqmaydi. Endi Qadir Baxshilar asl nusxa. Bahram Baxshi. Asl nusxa. Ha. Bu Bahram Baxshi, Qahar Baxshi, Admiratlar bular kopyasi. Şu Qadir Baxshining. Qadir Baxshining kopyasi. Hech qachon o'ylanki kopya asl nusxaning joyini bosolmaydi. Bosolmaydi. Qadir Baxshining bir soatda Bahram ham aytmaydi. Ha. Qahar ham aytmaydi. Ha. Admirat aytgan men mustaqillik eshitganim yo'q. Shu aytmaydi deydi. Shu ikkovini ko'p eshitgan bir so'zi bor Qadir Baxshining shuni ko'p kutaman. Bittasi ham aytmaydi. Qaysi so'zi endi uni? Endi uni aytolmayman. men aytolmayman chunki do'mbira chertishga qo'lim bo'lmaydi. Ha. Aytishga endi u bizga aytish buyurilmagan. Ha, to'g'ri. Bu ilgari baxshilar o'zi baxshi bo'lmagan ba'zilari. Ha. O baxshilarda bir xil haligi Xo'ja Xidir beradi ko'rdim deydi. Ha. Lekin Xo'ja Xidir ko'rib bergan baxshi hozirgi baxshilarning ichida yo'q, lekin bularga ham shu Xidirning nazari teggan. Bu kishilarga ham. Ha. Ha. Xidirning nazari tegmasa odam bir gekov gapiradigan gap topmaydi. Baxshilikni qo'yding. Ha, baxshilik qo'y. Ha, Ana shuning uchun bular o'zi Xidir ko'rmagan bo'lsa ham, lekin Xidirning nazari tegan bular. Nazari tegan. Ha, to'xtab. Abi yekov aytib yurmagan odam yekov to'xtab qoladi. Nariyoqqa yurolmaydi. Haqiqatan ham. Bir davraga chiqib yekov so'z bersa so'z gapirishga to'ppay qiladi odam. To'g'ri. Abi minglab 200-300 odamning ichida Gapni terib gapirishding o'zi. Hazil kim gappa?
Mana O'rgaymiz, Xizr bu yerda endi Ravshan baxshi mana shu kishi. Ravshan baxshi haqida nima deysiz? Ravshan baxshi endi sizni nevarangiz desak ham bo'ladi ekan o'zi. Ha, Ravshan baxshi, yaxshi baxshi. Ha. Juda bosiq, Hmm. ko'rgan yerda Kamtarin deng. ha, bobom men to'g'rimda nima deyish deb so'raydi, men aytaman, Ha. ha shunday bo'l, raqibda o'zingdan kam ko'rma. Ha. Hech qachon kasbdoshni birov so'raydi. Ha. Sanash uchun so'raydi davralarda faloni boshqa qanday biz. Bironta kasbdosh to'g'risida salbiy fikr berma deb aytaman. Ha. Chunki xalqni isbati qaytadi. To'g'ri, to'g'ri. Boshlar deyib bir-birini ko'rilmaydi degan gapni gapiradi. Hmm. Shuning uchun men aytaman, bir boshini yomon ko'rasan, Hmm. lekin mana yerda yuragingda, dilingda yomon ko'rasan, shuni dilingda qolsin, lekin tilga chiqarma shuni, birovga oshkora aytma, faloni boshi yomon degan so'zni aytma. Ha. Endi bunday qilganda ustozday gapsiz. Ko'p boshlar bilan men muloqotda bo'laman, so'rayman, ustozing kim deyman, o'zim so'rayman. Ha. Bir boshlar so'rayman, Hmm. hep so'gini beradi, boshim bunday bo'laman, bundayman falan. Ona ben kerakli gapni aytmayman keyin. Ha, to'g'ri. Ha, mana aziz baxshi ixlosmandlari, bugun Uzun tumanida Usta Ibrohim bobom bilan suhbatda bo'ldik. Hammalaringizga rahmat. Rahmat usta bobo sizga ham.